Assalomu alaykum barcha bizning kanalni kuzatuvchilar, bizning podpischilar, do'stlar. Avtosalonga keldik. Bugungi videorolikimiz avtosalondan bo'ladi. Avtosalondan. Benim manzilni bilasizlar, Taxtabozorning yoni Obulgaydan kelsizlar. Chap tarafingizda bo'ladi, Taxtabozor tomonidan kelsangiz, o'ng tarafingizda bo'ladi. Damozni ko'rsatdik. Damozni 3 ta. Bu pozitsiyasini ko'rsatdik. Endi full gapti, full. 154 milyon 128 ming so'mligi. Shuni ko'rsatib o'tamiz. Mana sakkiz diska bo'ladi ekan. Hozir men ma'lumotini yaxshi bilmayman. Mutaxassislardan bilib olamiz. Kobutlari shu atkanli shartnoma bor, 12'lari, trekkerlari, Captiva bor. Bu mashinalar avvalgidan shu rastroshka ham bor. Shu damozni bildirib o'tamiz, xudo xolasa. Bundan nov afzal tomonlari bor, nech farqi. Bu 149 milyon ekan. Mana ko'rsatib berdik. Bu toza gapdi, buyum gapdi. Shuni bilib olamiz. Şab götürülenler bu arkadaşlar. Götürülenler damazladım bu. İmandan neyse bu. Götürülenler mi? Yok onda. Onda. Dört tuttular. Aynen. Yine. Bu işin yine. İbide etiketlerken imanda kuru İki adamlık ekan da. Farkı şurada yine bo'lishi kerak, funksiyalaridan bo'lishi kerak. Yana bu. Konditsioner shundan yere ekan, bunda bo'lishi kerak. Bunda konditsioner, arka haber turadi. Bu 149 milyonlik, bu
154 milyon 128 ming so'm. Farkını az bilib olamiz. Yine taze damaz lazım ma'lumotini Umar bekamiz berib o'tadi. Assalomu alaykum. Yaxshisiz? Farmon. Ay bar bo'lin. Rahmat. Amal so'timiz salga. Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Xorazm avtotex xizmat amalchilari. Avvalambor bizning manzilimiz Urganch shahar, Sanoatchilar ko'chasi 24-uy. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, Obilgan ko'piridan kelishingizda Taxta bozorga yetmay chap qo'lda joylashgan. Xiva tomondan kelishingizda telesentrni qurugundan o'tasizlar, Taxta bozorga kirib, Taxta bozordan o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan. Telefonlarimiz 95lik 606 66 55. Yana Mansur bekamiz keltirgan qo'ldan kelchali yangi Damas bilan tanishtirib o'tamiz sizlarni. Bu yangi Damasimizni eng oxirgi, ya'ni full versiyasi. Bu Damas Move Pass 1.5lik Elvo 1 degan modeli. Ya'ni ikki Damasning farqi ikkisidan motor. İkisini ko'rsatib o'tadi, bu tozasi shu. İkisinin farkını tushundiraman endi. İkisinin farkı ikkisidan motor ham bir xil. Motor bir xil. 1.5lik, ya'ni ikkisi ham atmosferli motor. Endi farqi Abitovkada, joylar bejirim qilingan, Tumankada. Bunda tumanka yo'q. Keyin keling, ko'rsataman. Keyin bokovoylar oq krashinli bo'lgan. Ruchkalar oq o'zini podsvetkasida. Diska, saka diska, ya'ni diska lito diska deyilib aytiladi. Bu oddiy diska. Endi bu ilk ko'prik kelamiz, 1 sekund. Belari, knopka. Bu elektronik knopka. Keyin bu kapitanskiy siliniya. Ya'ni 7 o'rinli iborat, 7 o'rindan o'rtasida siliniya yo'q. Doğru tip balla o'rnashib o'tiradi. Arkasida ikki xil qo'shimcha kolonka bor. Keyin havoni puflagich, ya'ni ne deb aytadi buni? Refrigerator, Konditsionerniki. konditsioner havosini, yo konditsioner yo bu pechkani, issiqni puflab beradi, ya'ni havosini netib beradi. Adını ne deydi onu? Refrigeratormi shunday bir narsa bor havo. Farqlar shu yerda, asosiy farqlar shu yerda, boshqa yerda tamam farqi yo'q, lekin normalniy o'zgarishi bor. Chiroyli qilingan. Muakaranda bir boshqacha ko'rinadi. Boshqacha qog'oz. Boshqacha ko'rinadi ekan. Eng zo'r full versiyasi bu. Bu ham qachon ochiladi endi? Endi shartnomalarimiz bo'yicha hozircha aniq ma'lumot yo'q, xudo xolasa. Yo'q. 1-2 oy ichida ochilib qolishi kerak. Обязательно o'zimiz kanaldan, ya'ni Xorazm Atxi Instagram kanalimizdan albatta yoritib mijozlarimizni aytib o'tamiz, xudo xolasa nasib bo'lsa. Endi Cobaltni men shartnoma olacakman. Ha. Shartnoma olacakman, lekin yarim bahasi bor menda. Necha so'm bilan olib bilaman? Endi Cobalt avtomobilimizda hozir 2 xil variantda shartnomamiz bor. Cobalt Style MCM 156 million 100 ming so'm va Midnight MCM 165 million 200 ming so'm. Bu avtomobillarimiz alamizda shartnoma qilamiz bemalol. To'lovini qilasizlar, avtomobilni 20 kun ichida yetkazib beramiz uzoqi bilan, xudo xolasa. Agar siz kanalingizdan men 50% pulim bor deyotgan bo'lsangiz, 50%ni kelib to'laysiz. Qolganini kredit etsa bo'ladi. Qolganini 3 yil muddatda 22.9%dan kredit chiqarib beramiz. Har oyna 3 million so'mdan pul to'laydilar. Yo'q, masalan, yarimini to'lasha pulim yo'q. Necha foiz berib olsam bo'ladi? 25%dan to'lab olsangiz bo'ladi bemalol. Necha so'm pul bo'ladi? Misol uchun 156 million 100 ming to'lagan bo'lsak, 39 million so'm oldindan to'lanadi. 39 million bilan pul Sug'urta oladi. o'rtasi bilan 42 millionlarga, 41 millionlarga tushib boradi. Ana. Qolganini 5 yil muddatga beramiz. Har oyna 3 million 367 ming so'mdan tushadi. Ana. Yomon emas, zo'r. Zo'r ekan u variant ham. Kelib bemalol xarid qilsangiz yurtdoshlarimiz. Bundan tashqari bizda 12 Tracker, Damas avtomobillarimiz bor. Bular samasavoy shu avvalgidan 25, 30, 40, 50% ni to'lab rasoshga berib turibmiz yurtdoshlar. Ana, kelaverasizlar. Damozni tez kunlarda xudo xolasa ochilib qoladi dedilar. Обязательно sistem chaqirib, xudo xolasa shu ochilsa, videoga tushirib, o'zingiz orqali berib o'tamiz. Ammoga xudo xolasa tanishtirib beramiz mashinani. Shartnoma ochilgandan. Asa yaxshi, rahmat. Sog' bo'ling. Sizlarga ishlayingiz omad, rahmat, sog' salomat bo'ling. Yurtdoshlarimiz ham ishlarga omad. Sog' salomat yurishlarni tilakdoshimiz. Oilasini bag'ana, xudo xolasa Musobul yurtdoshlarimiz ham sog'-omon qaytib kelsinlar. Ishlarga omad. Ishlarni pullarni to'ldirib qaytib kelsinlar. Davlat uchun ishlab turgan ishchilarimiz ham ishlarga omad. Shu elimizni, yurtimizni tinchligi, osoyishtalik yo'lida ishlab turibdilar. Ular ham sog'ligidan sog'lik, ishlardan unum baraka. Tilakdoshimiz, dehqonlarimiz ham ishlardan unum baraka.
sıklatları dolup taşıversin. Diqqətinizə kutu bərəkət diləyimiz. Sağ aman olun. Sağ olun. Dostlar. Hemen terörist fikirlerinizi kaldırıp ötesiler. Bizden şimdi kollap kuvvetlap tutasızlar bize. Şimdi malumatlarla beri bu tarihimizler için. Bana lekin yaktı bu damaz zor ekan. Kimin ne çıkındı bilmedim lan. Bu makaranda beri bir farkı ketdi ekan. Görərsizlər.